Davron meni joylariga keldim, o'zimni shogirdim. Mana qadrdonlar, umuman isitilmaydigan issiqxona. Yerdagilar hali amalga kirmagan-da bunaqa. Mana hozir bular gullarini toza, yaxshi changlayapti. Mana bu donga ham o'tibdi. Donga ham o'tyapti gullari. Lekin bir ikkita hali sovgandek qolgan shodalardan ham mana qadrdonlar. Mana bu eski qotgan shodani buni olib tashlash kerak. Mana yengilariga kuch berish kerak. Mana shu bitta qarab olib tashlang Davronbek. Eski. Hozir bitta yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana. Hozir. Xudo xolasa istilmagan holatda bu qoplar o'tgan yili men o'zim uyimda ekilgan qoplar. Mana gullari. Keyin bu yerda suvda turgan mana bu eski ona baylari, mana yangi baylari, mana tepaga qarab, mana shapaloq bo'lib chiqib kelyapti xudo xolasa. Bulardan chiqib o'tgan shodani mana hosillari ham yirik bo'ladi. Shunaqa men o'zim ham o'ylab turibman. Xudo xolasa istoriyaga qo'ydim hozir. Dalada ikkita katta issiqxona quryapman. Hali davomida yana ham quriladi. Shuni bittasini холодный, ko'mirga xarajat qilmasdan kuzdan boshlab, masalan, oktyabr yarimidan boshlab yangi yilgacha hosil olib turib, kelgan yana ko'chatlarni uyquga qo'yib, yana bahorda xuddi shularga o'xshab vohli amalga kiritib erta bahordan hosil olish. Bu ham bitta fikr, xudo xolasa buni ham doimiy videosini qo'yib boraman. Kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.